Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Mana oldingi videoni ko'rganlarga mana shu buqamiz yashir bo'lganda, yashirdan tuzalganiga 1 oydan o'tdi. Endi bu yashir, ya'ni shaloq kasali, oqsil deyshadi xalq tilida. Bu buqamizni tuzalgani bilan mana tuyog'ida tuyoq kasali tashash boshlabdi. Hozir unga 3 kun antibiotik qilgandan keyin yiringlash boshlabdi. Mana tuyog'i bega Perex sepib, orqasidan zilyonka quyib qo'ydik. Mana shu tuyog'i tashash boshlabdi, o'sha orqasi ochilib. Endi buni shu 3 kun 4 kun Perex quyib, zilyonka quyib turamiz. Inshaalloh tuzalib qolsa ko'rsatamiz videolarni. Tagiga quruq turish uchun somonlarni sepib qo'ydik. Buqamiz ishtahalari vadan. Lekin baribir tuyoqda tushib ketmaguncha og'rib turadi. Bahorda mana buqani olganimizda ham xuddi shu ahvol yashir bo'lib kelgan ekan. Menga kelgandan keyin 1 oydan keyin bu ham oldi tuyog'i shunaqa bo'lgandi. Xuddi o'shanaqa qilib tuzatgandim. Oldi tuyog'i bo'lsa, osonligi ko'tarib, Perex sepib, zilyonka quyib, baylab qo'ysa yana ham zo'r bo'ladi. Endi bu buqamizni orqa tuyog'i bo'lgani uchun bu orqa tuyog'ini o'lib qolsa ushlatmaydi. Buni endi tavakkal mana shunaqa mashq holatda zilyonkalarni quyib qo'yib, Perex bilan 2 kun davolaymiz. Inshaalloh yiringlarini Perex chiqarib olsa, zilyonka qotiradi. Molni o'zi ishtahasi yaxshi. Tagiga solgan somonni ham yeyaveradi. Xudo xolasa antibiotik bilan tuzalib ketadi deb qilsak, baribir hozir ko'rib qoldim, tuyog'i o'sha orqa tomondan tushishni boshlabdi, ochilib qolibdi. Yangi tuyog'i o'sguncha endi iloji yo'q. Yiringga qarshi o'sha Perex quyib tursak, yiringni chiqaradi, zilyonka qotirib turadi. Shunaqa qilib endi lecheniya qilamiz. Antibiotik olgan 3 kun sefazarin qilganman. O'sha bilan endi tuzalib ketadi desam, hozir tuyoq ko'chib, sal yana oqsab qolibdi, shilinib. Endi shu tarzda 3 kun harakat qilamiz. Tagiga mana shuni somon sepib quruq saqlaymiz. Bu kasalda zak to'g'ri kelmaydi. Endi qishga to'g'ri kelib qolgani uchun molxona zaklik qilyapti. Xudo xolasa mana bugundan quyoshlarimiz ham chiqib qoldi. Taglari quruq turadi. Endi tagiga baribir bizim molxonamiz kunga teskari bo'lgani uchun tagiga rezinka tashlaymiz shekilli. Bu molxonani yangi qurgandik. Shu mol yashir bo'lgani uchun shu kasallik, tuyoq kasalligi zakda rivojlanaveradi. Inshaalloh 2 kunda yaxshi bo'lib qoladi, xudo xolasa. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.